Hammaga salom. Bugun men AQShdagi naloglar haqida gapirmoqchi edim. Nalogi bu o'zbek tilida nima bo'ladi? Hech eslolmayapman. Soliq haqida aytmoqchiman. Amerikada aytishadiki, yosh bolalarga ko'pchilik eshitsa kerak. Men ham eshitganman. Amerikada yosh bolalarga yordam yo'q, hech qanaqa пособиялар yo'q deydigan ko'pchilik biladi buni. Lekin aslida bunaqa emas, chunki har yilning boshida soliqdagi dokumentlarni topshiriladi. Bu yerda hamma shtatda keyin kimdir to'lash kerak bo'ladi, kimdirlarga nabarot vazrat bo'lib pul keladi. Agar lekin bolangiz bor bo'lgan bo'lsa, $2000 Minnesota shtati haqida gapirsak, bitta bolaga $2000 kamida qaytib berishadi. Agar 2-3 ta bolangiz bo'lsa, hisob kitob qilsangiz 2000 dan qo'shilaveradi. Ishxonangizda naloglar to'lagan bo'lsangiz, yana ham qaytib keladi. Erimi o'rtag'ida ham 3 ta bolalari bor, $12000 3 ta bolaga berilgan. O'ylaylar qanaqa bu bitta katta bu преимущество bu yilning boshida oilaga yordam berish bu. Nima deb o'ylaysizlar, bu yaxshimi? Bu yordamga ham kiriladi-yu bu. To'g'rimi?